Assalomu alaykum aziz muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Aziz muxlis, Koreyada vafot etgan Nozima haqida ma'lumotlarni berib boramiz. Ushbu kanalimizda yangi bo'lsangiz like bosing, albatta obuna bo'lishni esingizdan chiqarmang. Nozimani adolat deganlar bitta-bittadan kommentariy izohlarni yozib qoldiramiz. Siz bitta hali provokatsion savollaringizni bermang menga. Provokatsiya nima degani o'zi? Eshitib turibsiz. Mana u qizni sherigingiz deyapsiz, to'g'ri? Qatdan bilasiz bu meni sherigimligini? Shu savolga javob bering, kim aytadi? Isbotlab beraman. Ha, qatdan bilasiz. Siz yaxshilab eshiting, faqat gapimni oxirigacha. Siz Farida, Sitora, Sherzod, Sirojiddin, sizlar 5 tilivili, bir sizlar. Va sizlar barchanglar bu narsani hammasini bilasizlar. Bunga sabab Sitora ismli shaxs sheriklaringiz. Marhumam onasiga telefon qilib, Bu og'ziga advokatlangan, bechora ona ishonib, notarius qilib bergan. Notarius qilib berganini o'zingizdan bilasiz, to'g'rimi? Bechora ona Notarius orqali ishonchnomani dalilini qilib bergan. Sitora. Siz endi qarang. Sitora qilib bergan. Sizlar hamma vaziyatda juda ham yaxshi bilasizlar. Xolisbek, eshitib turibsiz. Xolisbek, siz Xolisbekmisiz? Dalil uzma. Siz nima meni ehsonchi deb gapirdingiz, men ham sizni Xolisbek deyman. Ehson qilasiz-ku. Siz ham xolislik qilasiz-ku, to'g'rimi? Yo'q, men jurnalistlik qilaman. Siz xolisman deyapsiz. Mana Xolisbek desam bo'laveradi? Albatta, jurnalist xolis bo'ladi. Siz xolis bo'lsangiz, nimaga bunaqa anaqa savollar? Hali ular gaplaringizdan go'yoki ular jabrdiyda, biz qotillarga aylanib qolyapmiz. Nimaga bunaqa savollar? Qotil emassiz. Siz qotil emassiz. Siz o'sha yerda insonlarga yordam berib yurgan odam edingiz. Sizni hamma hurmat qilar edi. Mana ham hattoki men sizni misol videolaringizni ko'rib, bu shunday odam, bu mayitlarga yordam berib yurgan odam ekan. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin dedim. Lekin sizni yoningizdagi odamlarning ayrimlari Mamaro'za, Mimoro'za, Mamaro'zaligini ham hattoki siz juda yaxshi bilasiz. Javob berasan, tushundingmi? Siz bunaqa to'g'risini gap egasini topdi. Gap egasini topdi. Men lekin bu odamni aytmagan edim. To'g'rimi? Men Avazaga eshiting. Sen javob berasan. Tinchlantirib olaylik. Chantaj. Tinchlantirib olaylik.